Ko'pchilik Robloxni shunchalik yosh bolalar uchun o'yin deb o'ylaydi, lekin Robloxda real voqealarga asoslangan qo'rqinchli hodisalar shunchalik ko'pki, ular haqida haligacha miflar yuradi va ko'pchilik hodisalar haligacha sir. Bu video esa aynan o'sha sirli va qo'rqinchli hodisalar haqida. Bu videoni asabi bo'shlar tomosha qilishni tavsiya qilinmaydi. Salom qabila, bu videoda men top Robloxdagi eng qo'rqinchli hodisalar haqida gapirib beraman. Robloxning egalari bunaqa voqealarni reputatsiyasiga putur yetmaslik uchun yopishga harakat qiladi. Shu uchun bu videoni yo'qotmaslik uchun like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani biz ketdik. Nikos Nextbot degan o'yinni Robloxda barcha odam bilsa kerak. Bir necha yil oldin o'yinda obnovleniya bo'ldi va bu o'yinda yangi Nextbotlar qo'shilgan edi. Ularning orasida juda ham qo'rqinchli va qanaqadir sovuq ko'zli Nextbot bor edi. U Nextbotning ismi esa Laurel Nextbot. Birinchi ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa, bu Nextbot qanaqadir juda ham qo'rqinchli va tabiiy ko'rinar edi. U boshqa Nextbotlarga o'xshagan maxluq yoki qanaqadir arvoh emas, lekin bir necha vaqt o'tib bu Nextbotni o'yindan olib tashlashdi. Sababini esa hech kim tushuntirmadi. Sabab, nega shunchalik mashhur bo'lgan va hammaga qiziq bo'lgan Nextbotni o'yindan olib tashlashdi. Oradan bir necha vaqt o'tib o'yinni yasagan odamlar xabar chiqarishdi. Diqqat, ularni tushuntirishi sizni dahshatga soladi. Bu Nextbotni biz o'yindan o'chirib tashlashimizning sababi shundaki, Laurel Nextbot bu shunchaki oddiy surat emas. Bu politsiya xodimlari yordamida yasalgan surat. Bu surat odam tanasi qoldiqlaridan shaxsni aniqlash uchun yasalgan surat. Bizning bundan xabarimiz yo'q edi. 2014-yil politsiya xodimlari ko'chadan qanaqadir chamadon topib oladi. Chamadon ichida esa qanaqadir qora paket. Paket ichida esa o'zingiz tushungan bo'lsangiz kerak, noma'lum 19 yoshli qiz. Uni tanasi shunchalik tanib bo'lmaydigan holatda ediki, uni shaxsini hech kim aniqlay olmasdi. Shuning uchun politsiya mana bunaqa rasm ishlab chiqarishga majbur bo'ldi. Taxminan bu surat ozgina bo'lsa ham qizni yuz tuzilishini aniqlashga yordam berardi. Keyinchalik qizni ota-onasini topish uchun. Bu ancha vaqt ish bermayotgan edi, lekin oradan vaqt o'tib qizni tanishdi. Jenny Gamos bu uning haqiqiy ismi. Yaxshilab qarasa, rostdan ham surat bir-biriga o'xshaydi, ayniqsa burni va tishlari. Ekspertiza ham bu rasmlarda bitta odamligini tasdiqladi. Xo'p, bu kimligini bilib oldik. Endi eng asosiy savollardan biri, u qanday bu ahvolda bo'ldi? Buni bilish uchun biz yana 2 yil orqaga qaytamiz. 2012-yil. O'sha vaqtda hali tirik Jenny Gamos qanaqadir inson bilan yozishgan. U insonning ismi Steven Zelich. Bu inson qizni aldab o'z uyiga chaqirgan, keyin esa o'zingiz o'ylagan narsa bo'lgan. Qilgan jinoyati uchun Steven Zelichni 35 yilga qamashdi. Eng qo'rqinchli tarafi bu uni birinchi qotilligi emas. Bu narsadan xabar topgan Roblox xodimlari tezda bu rasmni o'yindan o'chirishdi. Shunchaki tasavvur qiling, qanaqadir qo'rqinchli rasm ortida undan ham qo'rqinchli hikoya turadi. Red World. 2017-yilda Roblox o'yinchilari qanaqadir noodatiy place topib olgan edi. Placening nomi Red Steer. Bu o'yinda ma'no yo'q edi. Biz shunchaki koridorlarda juda ham past grafikada, qizil fonlarda aylanib yurishimiz kerak edi. Shunga qaramasdan Place'ni yaratgan odam ban oldi. Lekin oradan vaqt o'tib xuddi shunga o'xshagan boshqa Place chiqdi. Uni nomi Red World. O'yin ham xuddi shunaqa edi. Biz xuddi o'sha qizil koridorda yugurib, aylanib yurishimiz kerak edi. Lekin bu o'yin fonida qanaqa qiziq ovozlar bor edi. O'zingiz eshitib ko'ring. Oradan vaqt o'tib sizni ortingizdan qanaqadir qizil olov yurardi. Undan deyarli qochib qutulish mumkin emas. Agar u sizni ushlab olsa, siz o'yindan chiqib ketasiz. Agar o'yinga yana bir marta kirsangiz, sizni qanaqadir dahshatli odam kutib olardi. Agar u sizni ushlasa, unda ham o'yindan chiqib ketardingiz. Va yana ko'pchilikda bo'lgan holat, o'yindan chiqqandan keyin sizni skiningiz qizil rangga aylanib qolardi. Bu place allaqachon Robloxdan o'chirilib ketgan, lekin fake'larni topsa bo'ladi. Men shulardan biriga kirib ko'rdim. Ko'rgan zahoti meni juda ham yoqimsiz grafika kutib oldi. Atmosfera ham juda ham odamni ichini qisirib yuboradi. Atrofdagi ovozni aytmasa ham bo'ladi. Boshqa fake place ga ham kirib ko'rgach, men xonama-xona yurishni boshladim va qanaqadir arvohni ko'rib qoldim. Lekin u hech qanaqa reaksiya ko'rsatmadi va menga tegmadi. O'yindan chiqqach, skinim ham qizil rangga aylanib qolmadi. Fashion Diva.
Robloxda Fashion Diva degan place bor. U endi siz xohlagan kiyimingizni tanlab, boshqa o'yinchilar bilan muloqot qilishingiz kerak. O'yin juda ham qiziqarli, onlayn ko'p, odamlar ham ko'p. Lekin bu hammasi yolg'on va shunchaki illyuziya. Yaxshilab e'tibor bersangiz, o'yindagi odamlar o'zini qanaqadir noodatiy tutyapti, qanaqadir qiziq. Chunki ular haqiqiy odam emas. Ular hammasi botlar. Bu shunchaki odamni ushlab qolish uchun nayrang. Agar biz chatda ingliz tilida bu yerda kimdir bormi deb yozsak, bizni o'yin boshqa joyga otib yuboradi. Eng dahshatli joyi, siz bu holatda hech narsa qila olmaysiz. Na o'yindan chiqa olasiz, na o'chira olasiz. Bizning inventarimizda esa faqatgina fonar bor. Uni yoqqach, uzoqdan qanaqadir qo'rqinchli rasm paydo bo'ladi va u bizga hech narsa qilmay shunchaki qarab turadi va bo'ldi, boshqa hech narsa. Lekin siz hali ham o'yindan chiqa olmaysiz, na o'chira olasiz. Va oradan 10 daqiqa o'tgach, o'yin bizni o'zi otib yuboradi. 102-maktab. Bu place ham Fashion Divaga juda ham o'xshab ketadi, lekin bu ancha qo'rqinchliroq. Robloxda ancha mashhurroq 102-maktab degan o'yin bor. U yerda siz maktab o'quvchisi yoki o'qituvchisi bo'lib rol o'ynasangiz bo'ladi. Va bu endi shunaqa mif borki, agar siz o'yin vaqti chatni ochib 3 marta I hear you, ya'ni men seni eshityapman deb yozsangiz, siz boshqa dunyoga tushib qolasiz. Men sinab ko'rdim, lekin menga hech narsa bo'lmadi. Ammo men internetda qanaqadir shu maktab bilan bog'liq eski video topib oldim. U yerda o'yinchi xuddi shu narsani bajaradi va butunlay boshqa dunyoga tushib qoladi. Atrofda xaos, har bir maktab xonasida juda ham qo'rqinchli narsalar yuz beradi. Har bitta xonani eshigini raqamida 666 soni bor. Nimani anglatishini o'zingiz ham bilasiz. Oxirgi xonada siz yerni tagiga tushib ketasiz va o'yin chiqib ketadi. Xullas, men tekshirdim, menda hech narsa yuz bermadi, ammo sizda bu narsa yuz berarsiz, sinab ko'rsangiz bo'ladi, chunki o'yin hali ham bor. Balki men erta yozib qo'ygandirman, qanaqadir vaqtda yozish kerakdir. Crossword 2022-yilda barcha Roblox o'yinchilariga сообщение kelishni boshlagan. U сообщениеda Place'ni maqtab, Place'ni o'ynash kerak deb yozilgan. Lekin Place'ga kirgach, oradan bir necha muddat o'tib, sizning akkauntingiz ban olgan butun umrga. Chunki u Place oddiy emas, virusli Place bo'lgan. Siz kirgach zahoti, u Place'ning ichidagi skript sizning o'rningizdan juda ham yomon gaplarni yozgan. YouTube'da aytib bo'lmaydi. Va o'sha Place tufayli juda ham ko'p Roblox o'yinchilari akkauntlariga ban olgan. Bu hikoyaning yaxshi tomoni ham bor. Bu haqida Roblox xabar topgach, hamma akkauntni qaytarib, Place'ni udalite qilib tashlagan. Tasavvur qiling, siz hech narsa qilganingiz yo'q, shunchaki o'yin o'ynashga kirdingiz va akkauntingiz ban olyapti. Juda ham yoqimsiz vaziyat. Place o'chirib tashlaganiga qaramasdan, hozir Robloxda juda ham ko'p fakelari bor. Men shulardan biriga kirib sinab ko'rdim, hali akkauntimga hech narsa bo'lgani yo'q. Melvin Robloxda Melvin ismli legendarniy o'yinchi bo'lgan. Afsuski, u saraton kasalligidan vafot etgan va uni vafotidan so'ng uni fanatlari Melvin nomiga aksessuar yaratgan, Melvinning oq parigi degan. Lekin vaqt o'tib bu aksessuarni Roblox o'yindan o'chirib tashlagan, sababi noma'lum. Xullas, Roblox o'yinchilari miflari bo'yicha bu Melvin ruhiga yoqmagan va bir yilda bir marta Melvin vafot etgan kuni birorta tasodifan o'yinchi qop-qora koridorda paydo bo'lib qoladi va koridorni oxirigacha bor siz avtomatik tarzda o'sha Melvinni o'chirib tashlagan aksessuarini olasiz. Uni olgandan keyin aksessuarni aslo taqa ko'rmang. Agar taqsangiz, o'yindan akkauntingiz butunlay o'chirilib ketadi. Frown Robloxda Frown degan place bor. Unga kirgach siz juda ham qo'rqinchli tasvirlarni ko'rsangiz bo'ladi. Bir qarashda bu place'da ma'no yo'q, bu shunchaki qo'rqinchli karta deb o'ylasangiz bo'ladi. Lekin place atrofida shunaqa mif borki, siz bu place'ga kirganingiz zahoti sizning akkaunt danlaringiz va barcha telefon kompyuterdagi danlaringiz o'g'irlanadi. Hattoki IP adresingizgacha. Va bu place ortida shunaqa hodisalar juda ham ko'p yuz bergan. Va har doimgidek men bu o'yinni o'ynab ko'rdim va menda hozircha hech narsa sezilgan yo'q. Place ochiq dasturda siz ham kirib o'ynab ko'rishingiz mumkin, lekin bu place juda ham qo'rqinchli. Xo'sh, qabiladoshlar, videomiz ham yakuniga yetdi. Kommentariyada sizga qaysi voqea ko'proq ma'qul kelganini yozing. Agar shu video 1000 ta like chiqsa, agar ikkinchi qismini chiqaraman. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr, ko'rishguncha.